Ustinkishidan ham balandroq joyga chiqdim mana. Sangardak qishlog'ining eng baland joyida odam charchab hazirab. Mana azizlarim, Sangardak qishlog'ining eng baland nuqtasidamiz. Ziyoratga kelgan yosh alpinistlar bilan birga chiqdik. Qashqadaryodan kelishgan. Eng balandiga chiqdik desak, yana yo'l bor ekan. Tog'da tepasiga chiqmoqchi edik, lekin mana e'tibor bering, kech kirib qoldi. Ham hansirab qoldik. Bosim kuchli, juda ham kuchli. Ortga qaytmasak bo'lmaydi. Pastga tushgunimizcha qorong'i tushib qoladi. Mana ishonch hosil qilishlaring uchun ko'rsataman. Ustunkishi ziyorat gohi ham pastda turibdi. Mana tojik qishloq. Mana bu maktab taraf, mana shu ko'k. Ko'rib turganingiz ko'k binodan. Bu tomon esa o'zbek qishlog'i hisoblanadi. Sangardak qishlog'i. Bu tomonga bog'cha qishlog'i bor. Bu tomonda esa Chaynoq qishlog'i, Chaynoq qishlog'idan mana bu qoyalar tagida esa Chaynoq qishlog'idan o'tib Sharshara, Sangardak Sharsharasiga boriladi. Juda ham toza havosi. Albatta Surxondaryoga kelgan har bir sayohatchi bu yerlarga kelib ketish kerak. Surxondaryoning eng go'zal joylari.